Bilasizmi, xalqimiz orasida farosat borligi ko'rinmaydi, ammo yo'qligi seziladi degan gap bor. Afsuski, har mana bunday holatlarni ko'rib, o'sha gap hayolimdan o'tadi. Gap nimada? Deysizmi? Gap shundaki, oddiygina beparvolik tabiatimiz va atrof-muhitga hurmatsizlikni ko'rsatadi. Biror ishni odobini bilmaydiganlar esa farosatsiz deyiladi. Jamiyatda ular qanchalik ko'p bo'lsa, mana bunday holatlar shu darajada ko'payaveradi. Shu sabab bunday kimsalarni ko'rgan zahoti tartibga chaqirish kerak. Qani ketdik. Hech kim to'yda kelmasin. Nimaga? Nimasi? Maktabga kirishasizmi? Ilka, axlat tasam qilish uchun javobgarlikka tortilasiz. Shunga shunchami? Nima ekan debman? Ya, uyamasdan kularizmi? Bu siz tetta bu sizam. Artist. Diskinaka. Ilkat axlat tasas. Nunkumasdeka. Alkış yetmedimi? Ceza mukarrar. To'xtang. Biror charasi yo'qmi? Ha. Qanday shartingiz bo'lsa, rozimiz. Beyoyi bor. Mana bu. Tiklanishni ko'zdan yo'qoting. Hozir yes qilamiz. Mana tozaladik. Birorta axlat qolmadi. Yaxshi, arting. Endi bo'ladimi? Titasa bo'ladi. Paratanlar hisob ko'ring. Tiqqintalarni tushtal kontorga taysash mumkin emas. Maxsus to'ylarga taysay va tabiatni alsay.